Jaloliddin qani? Tur o'rningdan yaramas. Odamlarni allab nima qilib o'tirsan bu yerda? Nima gap? Tinchlikmi aka, nima muammo? Uy olganimdan esingdan chiqarib qo'ydingiz. Sizlar kompaniyaga uy oldim-ku men. Ha, olgansiz. Esimda 2019-yil 5 yil oldin. Qayerdan olganimni eslatsa kerak? Esimda Dubai Downtown. Mana bu to'g'ridagi MR proyekti shu domda olgansiz. Qancha narxda olganimni bilasanmi o'zi sen? 3 million dollarga olgansiz. Nima muammo? Sen yaramas, menga 10 yilda 2 barobar qimmatiga sotasan deding-ku. Hozir necha yil bo'ldi? 5 yil bo'ldi hozir. Xo'sh, hozir qanchaga klientingiz bor? Hozir 5 million dollarga klientim bor. 3 million dollarga olib 5 million dollarga klientingiz bo'lsa, demak sizni qoniqtirmayaptimi? Bu necha foiz foyda bo'ladi? 60% foyda bo'ladi. Qoling to'ate 60% foydaga qoniqmagan noinsof klient. Ushbu videoni ko'rayotganlar, hech qachon menga ishonmang. Men qip-qizil mashinnikman. Agar menga ishonib men bilan ishlaydigan bo'lsangiz, kelajakda siz ham shu klientga o'xshab 60% foydaga qanoat qilmay, ko'prog'iga o'rganib qolishingiz mumkin.